Bugun biz Spark mashinamizni 1 daqiqa ichida ximichiska qilganmiz. Qani bo'lmasam ketdik. Birinchi ishi sidenelarni birin-ketinlik bilan yechishdan boshladik. Sidenelarni yechib olgandan keyin paroklotkalarni ham yechib oldik. Poldiga hamma plastmassalarni chochib olgandan keyin patolog qismidan chochishni boshladik. Kozerogimizdan yechgandan keyin mana bu holatga ko'zimizga tushdi. O'zi patologimizning rangi oq rangda bo'lgan. Hozir mana bu holatga kelib qolgan. Ruchkalarimizni birin-ketinlik bilan yechib olgandan keyin patolog qismimizdan sekin chiqarib olsa ham bo'ladi. Undan keyin birinchi bo'lib patolog qismimizni yuvishni boshlaymiz. Patolog qismimizni yuvgandan keyin navbatdagi gilamga o'tsak bo'ladi. Gilamimizda ham har bitta changlarni vibrator orqali chiqarib pilsoslab olgandan keyin yuvishni boshlasa ham bo'ladi. Gilamlarni yuvib olgandan keyin sizlarning cho'xlarini yechsam xuddi shunaqa holda chiqdi. Videoni oxirigacha ko'ring, qanaqa toza bo'lganini qo'yib boraman. Videoni agar shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Videoga like bosib, obuna bo'lgan bo'lsangiz, sidenalarimizda bitgan holatni ko'rishingiz mumkin. Undan keyin qiladigan ishimiz bo'lsa, obshivka, torpedka, stoyka har bitta plastmassalarni mana shu kistочка orqali yaxshilab tozalab chiqamiz. Oxirida bo'lsa har bitta rezinkalariga e'tiborlik bilan qarab chiqiladi. Agar sizga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilasiz.